Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, aka-ukalar. Bu xohlasa mana yangi obyektimizni quyib tugatish arafasidamiz. Hozir bir qator bir video qo'yildik. Hozir qanaqa quyilishi, mahsulotlarimizni tarkibida nimalar bor, bir qator tushuntirib o'tamiz iloji boricha ish jarayonini olib. Mana hozir bolalar quyishyapti. Bu joyimizni hozir 10 sm qilib quyyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunday holatda bir joyda bir qator bir 2-3 metr joyga doskani qo'yib mana ko'rib turibsizlar. Bir qator yama joy tayyorlab olgandan keyin bir boshdan quyilaveradi, etap-etap qilib o'z razmeri chiqaveradi. Mana bu taraflarimiz ham bo'lganiga 1 soat, o'ja bo'lsa misol 1 soat, 1,5 soat bo'ldi quyilganiga. Usti ham chiqishi ham mana chiqish holatlari tekizligi iloji boricha qo'ldan kelgancha tekizlanib ketilyapti. Mana uylarimiz ham katta kichikligiga qarab dimovodlarni qo'yib yuboryapmiz. Havo aylanib turadi, shu to'sinlarni chirishini, birlanib qolishini oldini oladi. Ko'rib turibsizlar, shunday suyuq holatda bo'ladi boshida. Bu quygan mahsulotimiz qatib ketadi. Keyin xudo xolasa yorilmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana ustida bemalol yuribman, yorilishi, chizilishi boshqasi yo'q. Qattiq qilib quyiladi. Quygan narsamiz shunday holatda qoladi. Issiq sovuqda yaxshi ushlab beradi. Keyin yupqa bosilib qolgan loysuvoqlar ustiga ham 5-7 sm qilib quysa bo'laveradi. Mana ko'rib turibsizlar, mana hozirgi quygan joylarimiz shu joylar ham. Quyib olingan joyimiz ham mana abitdan oldingi quygan joyimizga ham ustiga hamma yo'g'imizni olib bemalol yurib, ustida yurib ish qilyapmiz. Bir yorilish yo'q, boshqasi yo'q, ezilish yo'q. 4 turganlarni shunday ishlarni mana suyuq holatda quyilaveradi. O'zi past balandiga oqib boraveradi. Shunda razmerimiz chiqaveradi. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi qaysi joy past bo'lsa shu tarafga qarab oqyapti. Mana o'zi o'sha tarafimiz to'lib chiqaveradi razmeriga. Xo'p, bu quyiladigan mahsulotimizning tarkibida suv quyiladi, mana 3 baqir. Bir qop gips tashalinadi. Keyin mana sement qo'shiladi, penas qo'shiladi. Shularni aralashmasi quyiladi. Mana ko'rib turganlaringdek quyib bo'lgan joylarimiz, abitdan quygan tarafimiz, bu tarafimiz. Buni ham ustiga chiqib bemalol ishimizni qilyapmiz. Mana yorilishi yo'q, boshqasi yo'q, oyog'iga chiqishi yo'q. Xudo xolasa shunday holatda qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz. Mana bir qator ko'rishingiz mumkin mana. Tomga pena quyish xizmati shu ekranda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab quyib beramiz. Bizni ko'rib turgan aka-ukalar obuna tugmachasini bosib pasizlar, layklar bosish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.